Mana bugun Ma'mun universitetida katta bayram bo'lyapti. Ya'ni 22-noyabr Butunjahon psixologlar kuni bayram munosabati bilan talabalar o'rtasida Kasbim faxrim mavzusidagi tadbir tashkil qilindi. Mazkur tadbir bevosita Ma'mun universitetida birinchi kurs talabalari tomonidan tashkil qilingan bo'lib, asosiy ahamiyati talabalarning kasbiy rivojlanishida, aynan psixolog kasbiga zarur bo'lgan sifatlarni, qobiliyatlarni hamda kasbiy karyera rivojlanishidagi muhim bo'lgan jihatlarni qamrab olgan. Tadbir natijasida psixolog uchun zarur bo'lgan o'z-o'zini namoyish qilish, muloqotchanlik, tana tilini namoyon qila olish, insonlarga, umuman atrofdagi barcha voqeliklarga, sodir bo'layotgan hodisalarga diqqatni teng taqsimlay olish, idrokni ravshanligini, xotirani teranligini, tafakkurni sirg'aluvchanligini yoki neyroplastik xususiyatlarni namoyish qilish xususiyatini beradi. Albatta, mana bunday tadbirlarni davom qilish natijasida bo'lg'usi psixolog talabalar psixolog kasbini jamiyatdagi o'rni, psixolog kasbiga xos bo'lgan kasbiy sifatlar, xususiyatlarni shakllanishiga yordam beradi. Shuningdek, bu tadbirlar asosan talabalar o'rtasida o'zaro hamkorlik, o'zaro tanishish va o'zaro integratsiyani vujudga keltiradi.